Do'stlar, O'zbekiston vaqti bilan dasturining Qashqadaryo viloyatidan tayyorlangan maxsus sonini davom ettiramiz. Biz hozir Miraki tepaliklardamiz va muhabbat bu yerda turib bir narsaga guvoh bo'lyapman-da. Qarang, bizni ona tabiatimiz naqadar go'zal va beqil-maqilligi ham boy. Albatta, bilasizmi, mana shu bizga uncha uzoq bo'lmagan hududlarda eng yirik tabiiy maskanlardan biri Hisor davlat qo'riqxonasi joylashgan. U yerda Qizil kitobga kiritilgan bir qancha nodir turlar saqlanadi. Hayvonot dunyosidan esa qor barsi hamda Markaziy Osiyo qo'ng'ir ayig'i kabi noyob, kamyob turlar uchun bu yerda tabiiy muhit ta'minlangan. Navbatdagi lavhamiz shu haqda birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Hisor davlat qo'riqxonasining Tanxazdaryo bo'lim tomon ketyapmiz. Sheriklarimizdan biri oldinga o'tar ekan, kamerasini tasvirga olishga hozirlamoqchi bo'lib chalg'idi shekilli, kutilmaganda soyga yiqildi. Va nihoyat Tanxazdaryo bo'limiga ham yetib keldik. Bizning oldimizda so'nggi to'siq mana shu ko'prikcha bo'ladi. Yuklarimizni tushirdik-da, Kurkurak soyga chiqib ketdik. Ob-havoni isib ketishi qaysi jonivorlarga yaxshi bo'lyapti, qaysilariga yomon bo'lyapti? Qushlarga qanchalik issiq bo'lsa, tuxum jo'jalarni ochib chiqishi ham shunchalik imkoniyat ko'p bo'ladi. Chunki tuxum temperatura haroratida issiq holatda tezroq ochadi, ichidagi paqnab qolmaydi-da tuxum. O'shani hisobidan ham biz kaklik bilan qilol kakliklarni bu yilgi sanoq davrida ko'proq ushladi. Ular oddiy kakliklarga nisbatan yilning katta qismini dengiz sathidan 2500 metrdan ortiq balandlikdagi hududlarda o'tkazadi. Qish kirib kelishi bilan ochiq va izg'irin shamolli cho'qqilarni tark etib, quyosh nuri ko'proq tushadigan va qor qoplami kam bo'lgan tog' yonbag'irlardan panoh topadi. Albatta, bu ko'chish yirtqichlar xavfini oshiradi. Shu bois hilol kakliklari doimo hushyorlikni saqlaydi. To'dadagi ayrim qushlar soqchi vazifasini bajarib, qolganlarni xavfdan ogohlantiradi. Ana u qo'riqchi kaklikning orqasidagi toshga o'xshagan jismni qarang. Soqchi kaklik payqab qolib, sayrab jamoasini ogohlantirgachgina uning qoplon ekanligini bildik. Bechora yirtqich yemishsiz qoladigan bo'ldi. Endi u o'ziga boshqa o'lja izlaydi. Bu qoplonlar qishda asosan jonivorlar oziqlangani yoki o'zlarini quyoshga toblab singani chiqqan vaqtlarda ovga chiqadi. Kunning qolgan qismlarida ular faolligini kamaytiradi. Hafsalasi pir bo'ldi shekilli, qoplonimiz tog' oshib ketdi. Qor yanada qalinlasha boshladi. Hattoki 30-40 metr olisdagi hamrohimizni ham ko'rish qiyinlashmoqda. Qaytamizmi deya maslahat solmoqchi bo'lsak, jamoamiz a'zolaridan biri yo'q. Kimdir oxirgi marta yarim soatlar oldin ko'rganini aytdi. Jon holatda qidiruvni boshladik. Shahboz! Yuqoriga chiqishimiz kerak. Kiyiklar qo'yani narigi tomoniga o'tdi. Chunki pastda ona ochiq joy, ular o'tadigan narsa yo'q. Archalarda qalin panasida turli xil o'tlar bor, ana shular bilan oziqlanish mumkin. Mana nihoyat ana shu tomonda bir uyur sevgi tog' ichiklarini ko'rdik. Takalari bir qanchasini uyur qilib borgan. Shu tomonda sheriklarimiz ovozi ham eshitilyapti. Qaytmasak bo'lmaydi. O'zi ancha vaqt bu yoqda qolib ketdim, qani boraylikchi. Va nihoyat yarim soatlardan so'ng yo'qolgan hamrohimiz topildi. Va Shahboz, men qaringa to'g'ri tushunsangiz, shuncha odam hozirlanadi. Hozir bular mana o'z qayrag'ochlarga ketgan. 5-6 ta odam. Bir o'zi qayerga ketdingiz hozir? Jamoamiz a'zolari uni gap bilan rosa savalashdi. Endi ortga qaytamiz. Buguncha yetarli. Tolmas aka, bunday ob-havo sharoitida qaysi o'simliklar jonivorlarga ozuqa bo'ladi va ular uni qanday topadi?
Sibir tog' echkisi qish fasli tushdimi, ko'proq Zarafshon archasini barglarini, shoxlarini yeb, o'zini hayotini saqlab qoladi. Yovvoyi to'ng'izni qayerda butani tanasi bo'lsa, bemalol daraxt tagini kovlab, faqat ildiz bilan oziqlanadi. Uni tagini kovlagandan keyin xuddi shudgorlagandek bir o'simlikni inventor usulida misol ko'paytiramizki, u tabiiy holda bemalol yovvoyi tabiatda ko'payib ketadi. Aziz yurtdoshlar, shu bilan ijodiy guruhimizda Qashqadaryo viloyatiga amalga oshirgan ekspeditsiyasi yakuniga yetdi. Qo'llarim soqolib ketdi. Haqiqatdan ham ajoyib manzara. Sibir yoki Norvegiya emas, o'sha Qashqadaryo viloyatini Shahrisabz tumanidagi tabiat manzaralari. Bu yurtimizdagi eng so'lim joylar. Bunaqa so'lim joylarni topish qiyin. Mana shuni ko'rsatishga harakat qilindi.